Instagramda siz bilmagan yangiliklar. Hop, birinchisi logo o'zgarishi. Logoni o'zgartirish uchun mana bu narsani bosib turasiz va xohlagan logoni tanlab olasiz. Menga mana shu yoqdi, shuni tanladim. Hop, ikkinchisi odamlarning istoriyasini bosib turib tomosha qilib olsangiz bo'ladi. U insonni istoriyasida ko'rinmaydi, siz tomosha qilganingiz, siz ko'rganingiz. Uchinchisi, deylik mana like bosish. Bittalik like bossangiz bo'ladi. Hop, bosib turib 100 ta 200 tagacha ko'proq like qo'ysangiz bo'ladi. Hop, keyingisi istoriyalaringizga kirganingizda kim necha marta qaytadan istoringizni ko'rganini ko'rsangiz bo'ladi. Va kim necha minut oldin, necha soat oldin istoriyalaringizni tomosha qilganini ko'rsangiz bo'ladi. Keyingisi sizga mana misol uchun kimdir menga SMS yozgan, ochmasligim uchun bosib turaman. Mana o'qib olishim mumkin va yana chiqib ketaveraman.